Oldimizda Jizzax viloyatini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikdan chiqarish, investitsiyalar jalb etish, infratuzilma holatini yaxshilash kabi ustuvor vazifalar turibdi. Xabarlaringiz bor, hurmatli prezidentimiz o'tgan yil 2-dekabr kuni viloyatimizga tashrif buyurib, o'tgan yil amalga oshirgan ishlarimizni, katta marralarning boshlanishi ekanligini, kelgusi 5 yilda Jizzaximizni eng rivojlangan hududlar qatoriga qo'shilishini ta'kidlagandilar. Buning uchun barcha zarur shart-sharoitni yaratib berdilar. Xususan joriy yil 30-yanvar kuni 2026-27 yillarda Jizzax viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori qabul qilindi. Mazkur qaror ijrosini so'zsiz amalga oshirish barchamizning faoliyatimizdagi eng birinchi navbatdagi vazifamiz va dasturimiz bo'ladi.